Keling, bugun men sizga farzandingiz uchun judayam foydali bo'lgan 3D kartochkalarni obzor qilib beraman. Bu kartochkalar orqali farzandingiz meva va sabzavotlarni oson taniydi. Ularning nomini o'rganadi va nutqi rivojlanadi. Kartochkalardagi rasmlar shunchalik realki, ishonavering, farzandingizdan oldin o'zingiz zavqlana boshlaysiz. Keyingi kartochkalar esa uy hayvonlari, qushlar va suv hayvonlariga bag'ishlangan. Barchasi aniq, rangli va juda yoqimli rasmlar bilan berilgan. Farzandingiz ularni albatta sevib qoladi, xuddi mening qizlarim kabi. Bu to'plamda 1 dan 100 gacha raqamlar, misollar va matematik belgilar bor. Ular orqali farzandingiz sanashni va matematikani qiziqarli o'yin tarzida oson o'rganadi. Ha aytgancha, buyurtmalarni Telegram orqali qabul qilamiz. Kundalik buyumlar, kiyimlar, mashinalar va yo'l belgilariga oid kartochkalar esa bolaning atrof muhitni tushunishini yanada kuchaytiradi. Umuman olganda, har bir 100 dan ortiq 2 tomonlama 3D kartochkalardan iborat bu to'plam farzandingizning diqqatini, tafakkurini va nutqini birgalikda rivojlantiradi. Farzandingiz rivoji uchun foydali mahsulotlar va videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.